To'qtulay Farruh, Bobur mahallasi istiqomat qilaman. Men shu o'z biznesimni rivojlantirish uchun mahallamiz hokim yordamchisidan yordam so'radim. Imtiyozli 33 million so'm kredit berdilar. Shuni olib men ish faoliyatimni yanada kengaytirdim. Hozirgi kunda mahallamizdan besh yurgan bolalar kelib ishlab, o'rgatib, kasbimni 2-3 kishi ishlab kelmoqdamiz. Buning uchun men yurtboshimizga, Buxoro viloyat hokimiga, Ko'kon shahar hokimiga va mahallamiz hokim yordamchisiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.